Bilasizlar, Instagramda doim Free Fire va PUBG'chilar bir-biri bilan it-mushuk bo'lib yuradi. Men hozir bitta ish qilmoqchiman. Shaxsan o'zimga urush janjal yoqmaganligi sababli bu urushni to'xtatmoqchiman. Hozir hamma o'zbekistonlik birodarlarimiz bitta o'yinda deb bir-birini yomon ko'rishini istamaganligim uchun bu videoni chiqarishga qaror qildim. Mana shu videoni ko'rgan har bitta Free Fire va PUBG'chi bitta like bosib poddeshi qo'ringlar jigarlar. Bu videoni aniq juda ham ko'pchilik ko'rish kerak. Jigarlarim, sizlarga bitta savol bermoqchiman. Mana shunday urush qilib nima topyapsizlar? Aytinglarchi. Bu narsa sizlarga foyda olib kelmaydi-ku. Hozirda Eron bilan G'azoda qancha urush ketyapti. Ana shu bolalarni ko'radigan bo'lsanglar, bir-birini tanimasa ham bir-biriga poddesh qilib yordam qilyotadi. Asli nimaga tinch davlatda bo'lib turib bir-biringlarni bitta o'yin uchun yomon ko'rasizlar? Bu narsadan tiyilishimiz kerak, chunki hammani o'zini stili, hammani o'ziga yoqadigan narsasi bor. Hammaga bir xil narsa yoqavermaydi. Bu narsani bilib olish uchun ko'p narsa qilish kerak emas. Aynan hozir mana shu videoni kommentiga kirsanglar ham kimdirlardir meni yomonlab yozgan bo'lishi mumkin. Odamlar qadimni qachondan boshlab o'yin hal qiladigan bo'ldi. Men Free Fire o'ynaysizlarmi, PUBG o'ynaysizlarmi, menga vobshe farqi yo'q. Hammalarni yaxshi ko'raman jigarlar. Meni xalqni o'zi ko'taryapti va meni xalqim o'z-o'zini qayoqdagi bir musur o'yinlar uchun bir-birini yomon ko'rmasligi kerak. Va agar sizlarga yomon muomalada bo'lmaydigan akkaunt savdo kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning akkaunt savdoga murojaat qilishingiz mumkin. Akkaunt savdoga aktualniy orqali kirishingiz mumkin.